Limonlar diye mana dikişte boşlayapmiz mana. Qishga tayyorgarlik mana. Iplarni tortib tayyor qilib qo'ydik mana. Xudo xolasa qirib tushmasdan shularni bekitib qo'ysak. Bu bekitishga tayyor mana. Iplarni tortib mana tayyor qilib qo'ydik. Bir yashar ko'chatlar. Bular mana shu yerda qoladi o'rnida bular. O'sha yoqqacha bir yashar ko'chat. Bular xudo xolasa bahorda ko'chiriladi bular. Bahorgacha yana o'sadi bular. Bu yoqda mana 3 yasharlarimiz mana bularni ko'chirishni boshlaymiz xudo xolasa. Bir 2 kunda bularni ko'chirishni boshlaymiz xudo xolasa. Mana bular ko'chirishga tayyor qilib suvlarni qo'yib, namlab qo'yganmiz tagini mana namlar joyida mana. Ko'chatjonlar. Tayyor bular mana ko'chirishga. Xudo xolasa tuvaklarda, paqirlarda olib kelib qo'yganmiz. Tuvaklab, paqirlab bularni uyga olib borib, parnikka tushirib qo'yamiz bularni. Biriktilar so'rayapti klientlar. Olib borgandan keyin olib ketaveradi kelib, ko'rib mana. So'raganlar ko'p bo'lyapti. Mana ko'chiraylik, olib ketaveradi. Xudo xolasa 5-10 kun ichida hammasini ko'chirib, olib borib joylab qo'yamiz mana. Mana ko'chatlar mana. Shoxlar nihoyatda chiroyli ko'chatlar mana. Bir ikkita oq po'shat tushishni boshlab qolibdi. Yana bir dorilab qo'yaman ko'chirishdan oldin. Bir dorilab qo'ysam, parnikka ham olib ketmaydi, uyga ham bu o'sha yoqqa olib ketsin. Mana bir ikkita yana tushishni boshlab qolibdi. Bir haftada o'tib qoldi dorilaganimga bularni. Nihoyatda chiroyli bu mana. Odamni havasi keladigan bo'lib qolibdi ko'chatlar. Mir degan navidan. Mir degan odamlar mayer deydimi o'sha. O'shandan bu navi. So'raganlar ko'p bo'lyapti-da. Men shuncha video qilib bu navini aytmabman. Navi nima deydi. O'sha mayer deydi. Biz mir deymiz, o'sha mayer degan navidan mana shu. Mana shu ko'chatlar mana. O'sha yoqqacha xudo xolasa mana 1-2 kunda boshlaymiz. Ko'chirishda tayyor qilib qo'ydik suvni qo'yib. Mana bular bir yasharimiz endi. Bular o'rnida qoladi-da. Bular bir yasharimiz tayyor qilib ipini tortib mana. İplerini tortib tayyor qilib qo'ydik. Kelinkalar kelib sovuq tushmasdan shunday bekitib qo'yamiz. Bular galib bor, ozgina turadi. Endi tayyorlab qo'ygan yaxshi-da. Bu ob-havolardan bilib bo'lmayapti-yu. Ko'ryapsizlar ob-havoni ham. Tayyorlab qo'ygan yaxshi-da, hammasini oldindan tayyorlab qo'ysak, kelinkalar shunday olib kelib ovasi bo'ldi. Hamma yo'g'ini mana kashalargacha berib, qotirib, hamma joyini tayyor qilib qo'ydik mana.